Xitay Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 2017-ci il Türkiyə bilan imzalanğan cinayətçilərni ötküzüb beriş kelişimini qəbul qıldı. Bu qarar Türkiyədəki Uyğur diasporasida əndişə payda qıldı. Xəbərlərdə aytilishicha, 2017-ci il Xitay bilan Türkiyə arasida imzalanğan ötküzüb beriş kelişimi tönəgün Xitay Xalq Qurultayıda maqullanğan. Bu kelişim hozircha Türkiyə parlamentida maqullanmagan. Ötküzüp beriş toğrısıdaki iki tərəfli kelişim Prezident Erdoğan'ın 2017 yılı maydaki Xitay ziyarəti jarayonida Xitay bilan Türkiyə Cumhuriyeti o'rtasidagi jinoyatchilarni qaytarish shartnomasi nomida Türkiyə Adliya ministri Bekir Bozdağ və Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi arasida imzolangan. İgilinishicha, iki tərəfli kelişimning teksti nurg'un rad qilish modellarini o'z ichiga olgan bo'lib, agar bir kishi chegaradan qo'g'lab chiqarish iltimosi avatgan davlatda siyosiy jinoyat sodir qilgan deb qaralsa, lekin bu kishi talab qilingan davlatning fuqarosi bo'lsa yoki panohlanish huquqidan manfaatlanayotgan bo'lsa, bu davlat chegaradan qo'g'lab chiqarish talabini rad qila oladi. Türkiye'de yaşayotgan milliy tibobat mutaxassisi, iste'dodli tarjimon doktor Ne'matullo Rashidi 27 dekabr atdigan soat 3:25 minut o'tganda vafot bo'ldi. Kasb bilan ilmiy tadqiqot va o'qituvchilikni tangilib berayotgan Ne'matullo apandi 1947 yili 6-da tug'ilgan bo'lib, 1969 yili Sharqiy Turkistonda tibb fakultetini bitirgan. Keyin Turkiyada panohlik tilgan va 1989 yili 11 oyning 7-kuni Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministerligi doktorlar tarafidan alohida zosidatullo o'miki tarafidan e'tirof qilingan. Shunda qilib marhum 1989 yili Turkiya Səhiyyə Ministerligi tarafidan rasmiy doktor bo'lib qabul qilingan. Ne'matullo apandi Turkiyaga quruq yangna va magnetlik davolash tajribalarini tunji bo'lib tanitgan bir shaxs edi. Xitay paytaxti Beyjingda Xitay virusi bilan yuqumlanğuchilarning sonining tuyuqsiz ko'payishi sababidan jiddiy ahvol e'lon qilingandan keyin bir qism rayonlarga kirish chiqish taqaldi. Xitay doiralari Beyjingda Wuhan virusi bilan yuqumlanğuchilar sonining ko'payishi sababidan paytaxtdagi barliq rayonlarda jiddiy ahvol e'lon qilganligini va virus ko'rilgan o'ltiraq rayon va yezlarga kirish chiqishning taqalganligini e'lon qilgan. Egilenishicha, Beyjing poytaxti xalqaro aerodromiga yaqin bo'lgan Shunyi rayonida arqa-arqadan yuqumlanğuchi bayqalganligi uchun poytaxtda jiddiy ahvol davomlashmoqda ekan. Turkiya Səhiyyə ministri Faxrettin Koca Beyjingdagi jiddiy ahvol sababli Xitoy vaksinasining Xitoydan Turkiyaga kelishining 1-2 kun kechiktirilganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump ilgari qarshi turgan Xitoy virusi yordam loyihasiga imzo qo'ydi. Bu imzo bilan millionlagan amerikalik ishsizlik ta'minotidan bahramand bo'la oladi. 900 milliard dollarlik yordam mablag'i qattiq suhbat va o'zaro murossasadan keyin parlament tarafidan tasdiqlangan. Trump ilgari bir qitimdala texmi ko'p pul to'lashni xohlaydiganligini aytib, loyihani rad qilgan. Bu qonun loyihasida yillik kirimi 75 ming dollarga yetmaydigan amerikaliklarga bir qitimda 600 dollar to'laydiganligini o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy virusi iqtisodiy yordam yurishligi 2 trillion 300 milliard dollarlik loyihaning bir qismi bo'lib, bu federatsiya hukumatining 1 trillion 400 milliard dollarlik chiqimini o'z ichiga oladi. Saudiya Arabistonda 4 yangi neft va tabiiy gaz zapsi bayqalganligi e'lon qilindi. Energiya ministri Abdulaziz bin Salman Saudiya Arabistonning rasmiy xabar agentligi SPI'ga davlatlik neft şirkati Saudiya Arabiston Aramco'ning davlatning o'xshamagan joylarida 4 neft va an'anaviy bo'lmagan tabiiy gaz zapsi bayqalganligini aytdi. Bin Salman Aramco'ning bayqalgan neftligining umumiy neft va tabiiy gaz zapsini aniqlash xizmatini davomlashtirganligini bildirdi.